Akalar, rassrochkaga sizlar mendan uy so'rayotgandinglar, mana sizlarga qaranglar. B blok bo'ladi. Ko'rasizlarmi? 14 qavatli dom mashta qad rostlaydi. Biznes klass bo'ladi, premium klass. Xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Akalar, korobka holatda topshiriladi. 4 ta podyezddan iborat bo'ladi. 1, 2, 3, 4. Mana shu burchakligimizni akalar binoyimizni 9 qavatga ko'tarilgan. Mana bu tarafimizda akalar -1 dan hisoblaganda 3 etajga ko'tarilgan. Bu joyimizga 3 ta joydan kirsa bo'ladi. Mana bu yoqdan kirsa bo'ladi va mana bu mahalladan kirish joyimiz bo'ladi va Glamniyo Shoturstavilidan kirib keladigan joyimiz bo'ladi. Pastda ko'rasizlarmi, podzemniy parkovka bo'ladi. Podzemniy parkovka ham akalar sotiladi. Ko'rishingiz mumkin, pastda liftlarni olib kelishgan, ustanovka jarayoni ketyapti hozir. Mana bu tarafda xudo xolasa monolit hozir keladi. Monolit kelgandan keyin polni ko'tariladi akalar. 14 qavatli rassrochkaga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Topshirilish muddati akalar 2026-yil 4-choragiga topshiriladi akalar. Kadastr hujjatlari vaqtida chiqadi. Cho'chimasdan bemalol olsanglar bo'ladi. Pastda sotuv ofisining raqamini qoldiraman, telefon qilib to'liq ma'lumotga ega bo'lsanglar bo'ladi. Akalar, 85% xonadonlarimiz sotilib bo'lingan o'sha bu blokdan 15% xonadonlarimiz qolgan. Shoshilib qolinglar. Rassrochkaga berilayotganda tez shoshib qolinglar akalar. Eng muhimi ipoteka kredit yoki bo'lmasa qanaqa foizlar, unaqa narsalar yo'q. Muddatli to'lovga olsanglar bo'ladi.